Mana shu mavsumda to'p ilgari surgan hamma futbolchilarga kattakon rahmat. Shularga bitta qarshi chop qo'yasizlar. Garchi sovuq bo'lsa-da, futbol ixlosmandlari, shu futbol ishqibozlari tomosha qilib kelishgani uchun ularga alohida rahmat. Bugungi o'yinda jamiki boshidan oxirigacha o'zini fidoyi mehnatlari bilan xizmatda bo'lgan va homiylarimiz bor, tashkilotchilarimiz bor. Ularga ham avvalosi tashakkurnomalar bilan rahmatlantirib qo'yamiz. Tumanda mahalla yoshlar o'rtasida tashkil etilayotgan ommaviy sport musobaqalarini o'tkazishda faolligi, yoshlarni sog'lom va barkamol etib voyaga yetkazishda qo'shgan hissasi, jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdagi hamkorligi uchun Abdurahmonov Shuhratjon tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Farg'ona tuman hokimligi nomidan. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Farg'ona tuman hokimligining tashakkurnomasini qo'lga kiritadi Husanov Azizbek. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Rahimov Rahimjon akamiz ham. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Madxoliqov Mashhurbek ham taqdirlanadi. Farg'ona tumanida mahalla fuqarolar yig'inlarining jamoalari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha biz giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida o'tkazilgan Legenda Cup turnirida faxrli 2-o'rinni egallaganligi uchun Vodil Xumo jamoasini faxriy yorliq bilan taqdirlaymiz.